Mening ismim Komila. Mening kanalimda siz o'zingizga yuz massajini bajarishni o'rganasiz va go'zalligingizni tabiiy yo'l bilan saqlab qolasiz. Bugun sizlar bilan 40 yosh usti ayollar qaysi massajlarni bajarish kerak bo'lgan massajlarni ko'rsataman. Bularni bajarmasangiz yuzingizdagi ajin kabi o'zgarishlardan xalos bo'lmaysiz. Ya'ni sizning qimmatbaho kremlaringiz, siyvirtkalar kabi parvarish vositalari bu problemangizni yecha olmaydi. O'shaning uchun ko'rsatmoqchi bo'lgan massajlarimni, mashqlarimni har kun bajaring. Har kun bajarsangiz, albatta effekt ko'rasiz. To'g'ri, massajdan keyin darhol effekt bo'lmaydi. Ya'ni kosmetologga borib kelganingizday darrov effektni yuzingizda ko'rmaysiz. Ammo massaj tabiiy yo'l bilan bo'lgani uchun tanangizga bezarar bo'ladi va ozgina sabr bilan massaj qilsangiz, ya'ni muntazam ravishda massaj qilsangiz, albatta effektini ko'rasiz. 1-2 oyda bo'lmasa ham 8-9 oyda effekti albatta ko'rinadi. Unda boshlaymiz. Boshida yelkalarimizni oldinga, orqaga harakatlantiramiz. Chunki yillar davomida mana shu qismlarimiz qotib qoladi. Ya'ni yelka, bo'yin. Bu esa o'sha yuzimizni nosog'lom ko'rinishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun yelkalarimizni bo'shatishdan boshlaymiz. 8 marta oldinga, 8 marta orqaga harakatlantiramiz. Endi mana shu trapetsiya mushagini, mana shu mushagimiz qotib qoladi. Uni massaj qilamiz. Mana yaxshilab bo'yinni orqa qismi bilan mana shu qismini bu mashq massajlarni o'tirib bajarishingizni maslahat beraman. Chunki bosh aylanishi mumkin, ko'zlar qorong'ulashishi mumkin. Bu norma. Chunki bu qismlarni massaj qilganingizdan keyin qon aylanishi kuchlanib ketadi. Buning natijasida, ya'ni kislorod miyaga ko'p yetib keladi va bosh aylanishi mumkin. Shuning uchun o'tirib shoshilmasdan bajaring. Endi bo'yin mashqini bajaramiz. Mana shunaqa qilib o'ngga, chapga, orqaga qarashga harakat qiling. Bo'yningizni mana boricha aylantiring. Mana endi yonboshga egiltiramiz. Mana mashqlarni bajarib turganingizda yelkalaringiz bo'shashgan va pastga tushgan holda bo'lsin. Ya'ni naprigatsiya qilmang. Bo'sh tutib o'zingizni bajaring. Endi egiltirib tepaga, pastga, mana yelkangizga, chap yelkangizga, yuqoriga qaraysiz. Endi bu tarafga. O'ng yelka, tepaga, o'ng yelka, tepaga. Endi mana shu qismimizda mana bunaqa qilsangiz, mana bu mushagimiz bor. Ya'ni bu qulog'imizdan mana o'mrov suyagiga birlashgan mushak. Uni massaj qilamiz. Massaj qiling yaxshilab.
Endi boshimizni harakatlarni mana bunaqa qilib tashlamang, faqat terini mana harakatga keltirishingiz kerak. Boshingizdagi terini harakatga keltiring. Mana. Ba'zi insonlarda yopishib qoladi teri. Uni harakatga keltirish kerak mana. Suv yig'ilib qolgan bo'lishi mumkin. Mana. Endi ikkinchi iyakka qarshi mashqni bajaramiz, tilimizni chiqazamiz va tepaga qaratasiz. Mana bu qismdagi mushagimiz vaqt o'tgan sari bo'shashib, osilib qoladi. Natijada mana ikkinchi iyak hosil bo'ladi. Buni oldini olish uchun bu qismdagi mana shu jag'imizni ostidagi mushakni tonusga keltirishimiz kerak. Buni esa mana shu til chiqazish bilan tonusga olib kela olasiz. 20 marta bajaring. Ana. Endi chaynash muskullarimizni bo'shashtiramiz, chunki ular ham spazmga moyil. Ana. Endi labimizni massaj qilamiz. Endi burunlab bosib turamiz, ozgina spazmni olamiz bu qismdagi. Endi ko'zimizni atrofidagi ajinlarga qarshi massaj 4-5 marta massaj qilasiz, so'ngra mana shunaqa qilasiz. Endi bu ko'z. Endi ko'zimizni mana bunaqa qattiq ochamiz. Bu mashq ham juda ham foydali. Yumamiz. 10 marta ochib, 1 marta yumamiz, yana 10 marta. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yuming, ozgina dam oling. Manbutni ushab turamiz va qoshlarni tepaga harakatlantirasiz. Mana 10 marta. Endi ikki qosh orasiga massaj. Mana. Endi bu shaklda massaj qilasiz. Bu nafaqat ikki qosh orasiga, balki peshonangiz uchun ham massaj. Endi oxirida peshonamizni massaj qilib tugatamiz.
Ana, bu mashqlarni 40 yoshdan kattalar har kun bajarishi mumkin. Mening kanalimga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Har doim go'zal va sog'lom qoling.